Men Jo'ramirzayev Ozodbek, Yangiqo'rg'on tumani No mahallasi yoshlar yetakchisi. Yoshlar sohasida 4 yildan beri ishlab kelmoqdaman. Hozirgi kunda No mahallasida o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Mahallamiz Yangiqo'rg'on tumanining chegara hududida joylashgan bo'lib, No mahallamizda 2560 nafar aholidan iborat. Shundan 14-30 yoshdagi yoshlar 580 nafarni tashkil etadi. Yurtboshimiz tarafidan yaratilgan imkoniyatlardan keng miqyosda foydalanish uchun mahallamda yoshlar o'rtasida ularning bandligi va qiziqishidan kelib chiqib, jamiyki imkoniyatlardan foydalanishga sharoit yaratib kelmoqdaman. Prezidentimiz siyosati yoshlarga qaratilgan keng imkoniyatlarni mahalla darajasida yoshlarga yetkazishda xizmat qilib kelmoqdaman. Og'ir toifadagi yoshlarga uzoq muddat ishsiz yurgan va migratsiyadan qaytgan yoshlar keladi. Ular bilan ishlash oddiy bandlikdan murakkab bo'lib, ular bilan individual ishlashni talab etadi. Asosiy muammo yoshlarning ko'nikmalari mehnat bozoriga talablariga mos emasligi. Ko'pchilik yoshlar o'ziga mos ish topishda qiynalishadi. Biz esa ularni bandligini ta'minlashda qiziqishi doirasida kelib chiqib, ularga yordam berdik. Xususan, joriy yilda yoshlarning bandligini ta'minlash bo'yicha xonadonma-xonadon yurib xatlo ishlari amalga oshirildi va natijaga ko'ra mahallamizda 15 nafar ishsiz yoshlar aniqlandi. Bu ishsiz yoshlarga tashkilot va muassasa rahbarlari bildirdi. Ularga yo'l xaritalar ishlab chiqardi. Ushbu yoshlarning 3 nafarini doimiy ishlarga, 1 nafarini kredit mablag'lari ajratildi va 3 nafari tartibli migratsiyaga yuborildi. Hamda 3 nafarini harbiy xizmatga borish uchun tibbiy ko'riklardan o'tkazildi. Ketish uchun komandalar olishdi. Ro'yxatdagi har bir yoshlar bilan alohida ishlar olib borildi. Eng muhimi, birorta yosh e'tibordan chetda qolmadi. Assalomu alaykum. Men Namangan davlat universitetini 2025-yil tarix yo'nalishini tamomladim va shu davrda ish topish bo'yicha ko'plab muammolarga duch keldim. Shu davrda bizni yoshlar yetakchimiz bilan hamkorlikda ish olib bordik va ular meni yoshlar daftariga kiritdilar va ish topishda yordam berdilar. Shu vaqt davomida bizni o'zimizning mahallamizda joylashgan 48-maktabda bo'sh ish joyini ko'rdik va shu yerga suhbatlar va testlar asosida ishga qabul qilindim. Shu davr mobaynida men o'zimda ingliz tilini bilaman va xalqaro sertifikatga egaman. O'quvchilarga kurslarni tashkillab, xalqaro tilni o'rgatib kelishga hissa qo'shyapman. Prezidentimiz bizga yaratib berayotgan keng imkoniyatlardan foydalanib, yanada ko'proq o'zimizning ustimizda ishlashga va o'quvchilarni ingliz tilini va xalqaro tillarni o'rgatishga harakat qilyapmiz. Men To'xtasinov Abdumajid, No mahallasida istiqomat qilaman. Xorijiy migratsiyadan qaytib keldim. Kelganimdan so'ng ishsiz bo'ldim va mahallada yoshlar yetakchisiga murojaat qildim. Yoshlar yetakchisi auksion orqali yer yutib, dehqonchilik qilishni tavsiya qildi. Va men auksiondan yutdim va u yerdan unumli foydalanaman. Har bir yoshning kelajagi va uning jamiyatdagi o'rni va salohiyati e'tibordan chetda qolmaydi. Bu boradagi ishlar bundan buyon yurtimiz taraqqiyoti, yoshlar kamoloti, xalq farovonligi yo'lida izchil davom ettiriladi. Men uchun sharafli ushbu mas'uliyatli sohada ishlayotganimdan va bu orqali vatanim kelajagiga o'z hissamni qo'shayotganimdan faxrlanaman. Har bir yoshga e'tiborda, har bir kelajak biz uchun muhimdir.